Doskaga qaraymiz. Y ning kosinus x funksiya. To'g'rimi? Buni birinchi aniqlanish sohasi nima bo'ladi? Nima bo'laydi? Minus cheksizlikdan to plus cheksizlikgacha. Bu aniqlanish sohasi. Ikkinchisi qiymatlar sohasi y y. Nima bo'ladi? Minus 1 dan to 1 gacha. Bu qiymatlar sohasi ekan. Endi eshitinglar. Uchinchisi eng kichik musbat davri nima bo'ladi? Davri t teng 2pi bo'ladi. To'rtinchisi juft funksiya. Nima ekan? Juft funksiya. Juft funksiya bo'lsa kosinus minus alfa nimaga teng bo'ladi? Kosinus alfa bo'ladi. Beshinchisi, xo'p, nima bo'ladi endi beshinchisi? Minus pi dan to qayergacha? 2pi gacha funksiya nima bo'ladi? K qarashli z bo'lsa, o'sadi funksiya. Keyingisi 6-chisi 0 plus 2pi dan to qayergacha? Pi plus 2pi gacha funksiya nima bo'ladi? Kamayadi funksiya. Endi kosinusni grafini chizadigan bo'lsak, nima bo'ladi? Mana x o'qi, bu-chi y o'qi. Mana bu chegarasini qo'ysak 1, mana bu-chi minus 1. Mana bu 0, bu-chi pi taqsim 2, bu pi bo'ladi. Bu 3 pi taqsim 2 bo'ladi. Mana bu-chi 2 pi bo'ladi. Mana bu minus pi taqsim 2, bu-chi minus pi bo'ladi. Kosinus 0 dagi qiymati 1 ga teng. To'g'rimi? Bu yoq mana bunday ketyapti, mana. Ketdi. Bu yog'ichi mana bunday ketyapti. Bu kosinus funksiyaning nimasi ekan? Grafi ekan. Endi banagi funksiyaning teskarisi bor-ku, to'g'rimi? Teskarisini topish uchun nima qilaylik? X ni y orqali ifodalab, o'rnini almashtirib yozaylik. Lekin funksiyaning teskarisi mavjud bo'lishi uchun ikkita shart bor. Qaysi edi? Birinchisi bir qiymatli bo'lishi kerak, ikkinchisi monoton bo'lishi kerak. Hozir bu yerda bir qiymatli bajarilmayapti-da, to'g'rimi? Masalan, mana bu yerdan bitta y qiymatini olsalaring, shuni o'ziga bir nechta x mos kelyapti-da. Demak, bu yerda funksiya teskarisi mavjud emas. Mana bu aniqlanish sohasiga nisbatan nima ekan? Teskarisi mavjud bo'lmaydi. Tushundilarmi? Endi teskarisi mavjud bo'lmagandan keyin nima qilamiz? Buni teskarisi yo'qmi degan savol tug'iladi. Teskarisi bor, faqatgina monoton joylarni ko'rishimiz kerak. Monoton degani qayer? Yo o'sish kerak, yo kamayish kerak. Yo 0 ning atrofida olamiz yoki 0 ga yaqin musbat oraliqda olamiz kesmani. Endi bu yerda qarasalaring, minus pi dan 0 gacha funksiya o'syapti, 0 dan pi gacha o'syapti. Qaysini olamiz? Musbat joyini olsak, 0 dan pi gacha. Mana bu yerdan bu yergacha olishimiz kerak. Bu yerda nima bo'lyapti? Monoton kamayyapti-da. Demak, mana shu yerda teskarisi bor. Sababi bu yerda bir qiymatni moslik bajarilyapti. X dan qanaqa qiymat olishlaridan qat'iy nazar y dan yagona bitta qiymat mos kelaveradi-da. Addin mos kelaveradi. Masalan, bir nechta x olsang, farqli bir nechta y kelib chiqaveradi-da. Tushundilarmi gapim? Endi, xo'p, demak, xulosa qilsak, y teng kosinus x funksiyani minus cheksizlikdan to qayergacha? Plus cheksizlikda teskarisi mavjud emas. Mavjud emas. Tushunasizlarmi? Lekin 0 pi da monoton bo'lgani uchun nima bo'ladi? Teskarisi mavjud shu joyda. Teskarisi mana shunda mavjud ekan. Va u nimaga teng bo'ladi? Y teng arc kosinus x ga teng bo'ladi. Mana. Tushundilarmi gapimni? Endi bu funksiyani xossalarini sanasak, birinchisi aniqlanish sohasi nima bo'ladi? Birgacha. Nima uchun? Sababi qaranglar, ikkita funksiyani olsang, bittasi to'g'ri, bittasi teskari bo'lsa, mana buning aniqlanish sohasi o'ziga teskari funksiya uchun qiymatlar sohasiga o'tadi.
Qiymatlar sohasi-chi, aniqlanish sohasiga o'tadi. Mana buni demak aniqlanish sohasi buning qiymatlar sohasi bilan bir xil bo'lishi kerak-da. Nima bo'ladi endi bu? -1 u 1 bo'ladi, to'g'rimi? Demak -1 dan 1 gacha bu aniqlanish sohasi ekan. Tushundinglarmi? Ikkinchisi qiymatlar sohasi nima bo'ladi? Qiymatlar sohasi hozir bu bo'yicha olsam -x'likdan +x'likgacha bo'lishi kerak. Lekin men aytdim -x'likdan to +x'likgacha teskarisi mavjud emas. Qayerda ko'rdik? Monoton joyini ko'rdik. Aniqlagan joyini ko'ramizda, to'g'rimi? 0 pi da ko'rganingiz uchun buning qiymatlar sohasi 0 dan to pi gacha deymiz. Tushundinglarmi? Bu nima ekan? Qiymatlar sohasi ekan. Uchinchisi eng kichik musbat davri. Hay, uni ko'ramiz hozir. To'rtinchisi, beshinchisi, to'rtinchisi juft funksiya yoki tog' funksiya, beshinchisi o'suvchi yoki kamayuvchi. Bu funksiyani grafikini chizishimiz kerak. Qaranglar. Mana shu joyi bor-ku, mana. Shu joyini mana bunday qilsak. Yana bo'ynadek chizamiz-da, ha? Mana bunday qilsam, shunda ham mana bunday funksiya ketyapti mayda-maygacha. To'g'rimi? Xuddi shuni orqasini ham chizsam mana. Bunday kelyapti-da endi. Mana shuni chizishim uchun mana bu tak 0 dan qayergacha boryapti? Pi gacha boryapti. Mana bu 1 bo'lyapti, mana bu -1 bo'lyapti. Mana shu narsani shunday olib kelib ko'tarib, chappa qilib qo'yaman. Tushundinglarmi? Mana bu yer pi ga mos kelayotgandi, bu yerchi 0 ga mos kelayotgandi. Mana bu yer 1 ga, mana bu yerchi -1 ga. Mana qaranglar. Grafik xuddi shu narsani orqada shu turibdi, qo'limda orqada. Sizlar varaqqa chizib ko'rsalaring bo'ladi. Mana shunday olib keldim, bunday ko'tarib qo'ydim. Kelyaptimi? Demak, funksiyaning grafikini chizsam, mana bu x o'qi, buchi y o'qi. Mana bu 0 pi taqsim 2 pi aniqlanish sohasi -1 dedik, to'g'rimi? Mana. Qaranglar, grafik mana bunday ekan. To'g'rimi? Pi taqsim 2 da kesyapti. Mana bunday ko'rinishda funksiyaning grafiki. Tushundinglarmi? Ko'pchilik qiynalayotgan joyi o'sha y teng arc cosinus funksiyalar, ya'ni teskari turgan funksiyalar. Umuman funksiyani teskarisini chizishga, keyin xossalarini sanashga qiynalib, to'g'risini bilsak, to'g'risini bilgan holda teskarisini aniqlab ketarsak bo'ladi. Tushundinglarmi? Demak, uchinchisi nima ekan? Uchinchisi eng kichik musbat davr. Bu davriymi? Davriy degani takrorlanish kerak degani. Bu yerda takrorlanish yo'q, o'zi bitta turibdi-da. Bunga nisbatan nima deymiz? Davriy emas deymiz. Davriy emas. To'rtinchisi juft funksiya ham, tog' funksiyami? Qaranglar. Juft funksiya bo'lsa, yaxshilab e'tibor qilinglar. Masalan, men koordinata bosh mana shunday turgan bo'lsa, bu y o'qi bo'lsa, y o'qiga nisbatan mana shunday joylashsa, bu juft. Misol uchun-da endi kvadrat funksiya, parabola ko'rinishidagi funksiyalar misol keltiryapman. Endi bu yerga nisbatan olsam, koordinata boshiga nisbatan simmetrik bo'lsa-chi, bu tog'. Bu hozir qaysi biriga o'xshayapti? To'xta. Qaranglar, koordinata boshi bu. Agar shunga nisbatan men bunday tursam, juft bo'lish kerak. Bunaqa bo'lmayapti. Agar koordinata boshiga nisbatan mana bunday tursa-chi, yoki bunday tog' bo'lish kerak, to'g'rimi? Bu hozir koordinata boshiga nisbatan bo'lmayapti-da. Nima bo'ladi endi bu? Na juft, na tog'. Unisiga ham o'ynama, bunisiga ham o'ynama. Demak, na juft, na tog'. Juft, na tog' bo'ladi. Tushundinglarmi? Na juft, na tog' degani, hop, arc cosinus minus x bo'lsa, pi birlik pastga tushirib olishing kerak. Pi minus arc cosinus x bo'ladi. Tushundinglarmi? Xo'p, 5-inchisi o'suvchimi, kamayuvchimi? Nima uchun? Qaranglar. Funksiya o'suvchi yoki kamayuvchiligini aniqlash uchun aytgandik. Mana bu yer va mana bu yer. O'ng tomonga qaysi ko'zni yo'naltiramiz? O'ng ko'zni. Bungachi chap ko'zni. Endi ko'z bilan qaraganingda o'ng ko'zing pastda, chap ko'zing yuqorida ko'rmang, prosta nuqtalarni tasavvur qilib moslab olyapmiz-da. O'ng ko'zingga mo'ljallagan nuqtang, chap ko'zingga mo'ljallagan nuqtangdan balandmi, pastdami? Pastda. Demak, funksiya kamayuvchi. Chap ko'zingga to'g'rilagan nuqtadan o'ng ko'zingga to'g'rilagan nuqta pastda bo'lsa, funksiya kamayuvchi bo'ladi. Agar yuqorida bo'lsa-chi, o'suvchi. Endi hayotiy farqlashdi endi bu. Tushundinglarmi? Demak, funksiya nima bo'ladi? O'suvchi bu. Kamayuvchi, uzr. Kamayuvchi. Endi sizlarga savol. Qaranglar. Savol. Arc cosinus minus 0,1 kattami? Arc cosinus 0,2 kattami? Nol butun ikki. Endi qaranglar, eshitinglar.
Kamayuvchi funksiyaning ta'rifini eslaymiz. Argument kattalashaversa, funksiya kichiklashadi. Kichiklashaversa-chi, kattalashadi. Argument sifatida bizda mana bu kelyapti-da. Sizlar tillayda aytganda x kattalashtirsam, y kichiklashi kerak. X kichiklashtirsam, y kattalashirishi kerak. Tushundingizmi? Hozir bu yerda qaysi katta? 0.2 kattami, 0.1 kattami? 0.2 katta. Bu qanaqa funksiya? O'suvchimi, kamayuvchimi? Kamayuvchi. Kamayuvchi bo'lsa qanday moslik bo'ladi? Teskari. Kichigiga kattasi, kattasigachi kichiga. Qaysi katta bo'lar ekan? Tushundingizmi? Hamma tushundimi? Yana bitta savol. Qaranglar. Arc cosinus a kvadrat plus b kvadrat taqsim a kvadrat plus b kvadrat plus 1. Arc cosinus a kvadrat plus b kvadrat taqsim a kvadrat plus b kvadrat plus ilzosti 2. Qaysi katta bo'ladi? Nima uchun? Demak, mana bu ikkita kasrni argument sifatida oladigan bo'lsak, ikkalasining ham surati bir xil. To'g'rimi? Musbat kasrlarga nisbatan bir xil sonni qancha katta songa bo'lsalar, shuncha kichiklashib boradi. Qancha kichigiga bo'lsa, shuncha kattalashadi. Hozir mana bu mahraj, bu mahrajdan kichik bo'lyapti. Buning mahraji katta degani bu son kichiklashadi. Kichiklashgandan keyin arc cosinus funksiya kamayuvchi funksiya, to'g'rimi? Kamayuvchi funksiyaning ta'rifiga asosan buning argumenti kichikmi, demak bu funksiya katta. Teskari bog'lanadi. Demak bu katta ekan. Bo'ldimi? Esdan chiqmaydimi? Chiqmaydi. Endi qaranglar, boynagidek. Boyna qildik-ku. Masalan, cosinus 60 gradus nimaga teng? 1/2. Shunga teskari savol. Teskari funksiya, teskari savol. Cosinus 60 gradusda nimaga teng deb savol qo'ysa, sizlar aytasizlar 1/2 deyapsan. Endi teskariga savol bersak, arc cosinus emas endi. Cosinus nechi gradusda 1/2 ga teng? 60 gradus. O'sha cosinus nechi gradusda 1/2 ga teng degani mana bunday yoziladi, teskari yoziladi. Mana. O'qiyman. Cosinus nechi gradusda 1/2 ga teng? 60 gradusda, to'g'rimi? Demak, mana bu 1/2 ning o'rniga nimani qo'ysam bo'ladi? Cosinus 60 da, to'g'rimi? Demak, arc cosinus nima bo'lyapti? 60. Bu nimaga teng bo'lyapti? 60. Xulosa, arc cosinus alfa burchakda endi alfaga teng bo'ladi agar alfa qayerdan olinsa? 0pi dan, to'g'rimi? Burchak shu yerdan olinish kerak-da. Demak, alfa qarashli nima bo'lish kerak ekan? 0pi. Agar undan chiqib ketsa, bo'lmaydi. Tushundinglarmi? Bu qoidasi. Endi yana bitta qaranglar. Mana bu 60 gradusga nimani qo'ysam bo'ladi? To'liq aytinglar-da. Arc cosinus 1/2. Cosinus arc cosinus 1/2 desak, bu nimaga teng bo'lyapti? 1/2 ga teng bo'lyapti. Endi shunga nisbatan xulosa qilsak, cosinus arc cosinus a nimaga teng bo'ladi? A ga teng bo'ladi. A qayerdan olinish kerak ekan? -1/1. A qarashli -1/1 ekan mana. Tushundinglarmi? Hamma tushundimi? Tushunganmisizlarmi? Bitta misol. Cosinus arc cosinus 0.7 nimaga teng bo'ladi? 0.7 ning o'zigami? 0.7. Keyingisi yana bitta cosinus arc cosinus pi/3 nimaga teng bo'ladi bu? Yaxshilab o'ylanglar. Bu yerda radian sifatida, son sifatida kelyapti. Burchak emas. Pi ning qiymati nechi? 3.14. Gradus emas, radian sifatida aytyapman. Nechiga teng? 3.14. 3.14 3 ga bo'lsalang, birdan kattami, kichkinami? Katta. Bizlar qaysi o'ralti bo'lish kerak dedik? -1. Bu chiqib ketyaptimi? Bunga nisbatan nima deysizlar?